Diqqat, o'zbekistonliklar uchun ajoyib yangilik hozirgina e'lon qilindi. Prezident qarori. Barcha O'zbekiston fuqarolari ko'rishi shart. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqiga Ramazon hayiti munosabati bilan tabrik yo'lladi. Aziz va muhtaram vatandoshlar, siz azizlarni Ramazon hayiti bilan yana bir bor chin qalbimdan muborakbod etib, barchangizga mustahkam sog'lik, baxt, saodat, xonadonlaringizga fayz, baraka tilayman. Ramazon oyida qilingan barcha ezgu niyat va duolarimiz ijobat bo'lsin. Alloh taolo jonajon vatanimiz va xalqimizni o'z panohida asrasin. Eid al-Fitr ayyomi barchangizga muborak bo'lsin. Ramazon hayiti bayrami barchangizga muborak bo'lsin, deyiladi xabarda.